Assalomu alaykum. Andijondan Qirg'izistonning Issiqko'liga safarimiz 2-kuni davom etadi. Hozirda qo'shni davlat Qirg'izistonning Shomoli Sayr shaharchasida ketyapmiz ekan, Xudo xolasa. Olmay aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz aka? Sog'lik yaxshimi? Nima bo'lyapti aka? Maqsadda yurib qoldi. Nima yordam aka? Yordam bering. Bitta borish kerak aka. Bitta borish kerak. Anaqa xalas so'rang aka. Buncha og'ir buningiz aka. Aka. Yo'q, Andijon shaharida. Ha, piyoda? Maşallah. Charchamadingizmi? Charchashlar bo'ladi-da, yo'l endi. Yo'q, yo'q. Rahmat. Boshingiz nima deyapti? Baribir eski bo'lsa ham bari legenda bular-a. Mercedes legenda. Hadi ko'rishamiz. Xo'p, sog' bo'ling, aka, rahmat. Shunaqa qilib. Insonlar faqat yaxshilik qiladi. O'zi ayollar tamom bo'ladi.